Yo, nahotki shuncha xalq ichida bironta ish bo'lmasa, yuridik kollejni o'qigan bironta oddiy nima bo'lmasa-ki, qani bu med ekspertiza qonuniy hujjat bo'ladi. Qani original? Bizlarga ChatGPTdan aylantirish kerak emas. Original hujjatni ko'rsating. Oldin mayitni yuzida burni singan degan da'vo bilan chiqqandi bular. Qani nimaga bugun shu da'voni olib chiqmadi? Burni singanligi haqida ma'lumot yo'q bugungi ekspertizada. Boshqa da'volar chiqyapti. Yo'q, organlarini ham so'rasangiz, tergov sotishgan siri degan edi. bo'ladi, Hamma organi opa. joyida ekan shekilli, birorta organi yo'q degan da'vo bilan ham chiqishmadi-yu. Burunni unutishibdimi ekspertizachilar bugun? O'sha joyini so'ramang, opa, tergov siri ekan, opa. Boshqa bizni ziddimizga ishlaydigan gap bo'lsa, Bularni o'qib chiqarib minusiga, qo'yishyapti. bularni minusiga ishlaydigan hamma narsa tergov siri bo'ladi. Ko'tini aytyapti-da, dumbasida ukol izlari tergov siriga kirmaydi, burni yuziga ko'rinib turgan burun tergov siriga kiradimi? Qarang-da, bu birinchisi. 14-aprel kuni onaxon 15 ta vakil bilan komissiya tuzgan suhbatda o'tirib, qizlarini badanlari oppoqligini rasmda ekranda ko'rsatishibdi. Ko'ribdilar. O'sha yerda vakillarimiz, Tashqi ishlar vazirligi bo'lgan, advokatlar bo'lgan, ekspertlar bo'lgan, tarjimon bo'lgan. Nimaga onaxon 14-aprel kuni mani qizim badani bunaqa emas deb da'vo kiritmagan shu paytgacha? Nimaga oqligini ko'rsatgan o'shalar? Mayit svej paytida oppoq bo'lgan, to'ppa-to'g'ri. Keyinchalik muzlatilgan va qaytgandan keyin u muz erigandan keyin badanda ko'karish paydo bo'ladi liboy mayitda. Lekin qaranglar, o'shaning oqligi ko'rsatganda ham bilinib turibdi jarohatlari. Jarohat emas u, mayit Tilingan joylari bilinadi. U tilingan joyini o'zini o'zi o'ldirgan odamning bunaqa hamma joy jarohat bo'lmaydi. Yo'q, opajon, qarang, endi biz adolat so'zini o'zini o'ldirgan odamga ekspertizada barmoq izlari ko'rsatiladi, opajon, iltimos sodda bo'lmanglar. Qo'l izlari ko'rinadi u yerda. Ona bu yerda borgandan keyin ochmang deyishga haqqi yo'q edi. Baribir ona ochadi. Nima bunaqa do'jni anaqa? Ochsin uni. Nimaga ekspertiza? 15 ta odamni sotib olishibdi bular, ikkita musofir bilmayman qanchalik pullar. Mirzapani o'rniga qo'yib ko'ringlar, farzandi borlar. Kecha onasi to'qilib bo'ldi. O'zim Becher o'lmagan bilinib turibdi. Men o'sha asab teyotir. Unaga rahmim keladi ekan. Siz hozir qo'lingizda birorta dalil bormi shu qizni o'ldirilgani haqida? U jinni ham bilyapti-yu, 12 yoshli qizni ham bilyapti-yu. Men bu yerda kim o'ldirgan, uni bilmayman, Xudo biladi-yu, lekin o'zini o'zi osmagan, bu qiz bilinib turibdi. Gapni eshitdingiz. Shu qo'lingizda dalil bormi birorta? Dalil bo'lish shart emas. Ko'ryapti-yu, uni jarohatlarini. Bitta qo'li biligi ko'karib yotibdi. Bitta insonni ustidan bir necha insonlar ustidan ayblov qo'yayotganda nimaga dalil bo'lishi shart emas? Qaysi farosat bilan aytyapsiz siz? Qaysi farosat bilan aytyapsiz? Aytingchi. Nimaga dalil bo'lishi shart emas ekan? Qo'llarida dalillar bor, nimaga olib chiqmayapti? Eshityapsizlarmi, ko'ryapsizlarmi? Bular emotsiyaga berilib ketishadi. Ular onani yig'laganini, onani hokisor bo'lib ko'rinayotganini ommaga olib chiqishadi. Emotsiyani biz o'zbek xalqi yuragimiz eziladigan, sal narsaga mehribon haligi shunaqa emotsiya qilishadi. Bu dalil yo'q. Bir necha shaxsda tushunmadim. Bir necha shaxsda ayblash uchun ularda dalil yo'q, lekin ayblashga haqqi bor. Bu qani ma'no, qani mantiq? Onasiga ko'rsatgan hamma yo'lda sizlarni yetalayapti deb, ular miyasi zaharlanib zo'miy bo'libdi. Mana mana kim bor hozir? Mana kim bor? Hozir gapirib o'ting. Hozir ko'taraman. Bu asabi buzilgani bitta insonda birorta ishda ayblash uchun qo'lida dalil bo'lsa keyin ayblash kerak.
sizlar unaqa dalil bo'lmasa ham ayblayveradi degan vajlar bilan kelmanglar. Bular sog' emas bular. Shunda men hozir bitta savol kelyapti-da menga. Xulosa onaga berilgan bo'lsa, ona anunga bergan bo'lsa, u endi yana onaga xabar beryaptimi? Xuddi bir birinchi marta aytayotgandek bunaqa bo'lgan deb tushuntirib beryaptimi hozir shunda? Onasi yaxshi bilib turibdi. Ona ko'rgan-ku, oldin o'zi ko'rib, tarjima ham qilib qo'liga ushlab o'zi bergan-ku uni. Demak, Koreya atrofida koreys o'zbek tilini yaxshi tushunadigan Anoraxon bor. Keyin aytdi, buni kanali falonchi uz ekan. O'sha narsa yo'q-ku. Dalil ko'rmadik biz, prosta ikkitasi chiqib olib gapirishdi. 3 ta bo'ldi keyin. Uchalasi gapirishdi. Mikin bo'ldi. Keyin bitta sud tergov xulosasi nima? Eng qizig'i hozirgi odamga qarayapman. Xulosasi tergov sabab ochiqlanmaymiz degan nimalar bo'ldi. Bat ochiqlayapti-yu hozir mana. Bir ikkita joylarini ochiqlash mumkin emas ekan. Yana haligi tayyor turing, hozir bitta narsani aytaman sizga, o'zingizni bosing faqat. Qizingiz zo'rlangan bo'lishi ham mumkin deyapti. Endi o'sha gaplari bilan Qosimboy endi bu tayyor turing deganda bu onaxon xuddi endi bunga Amerikaga jo'natishganda politsiyalar ona birinchi marta eshitayotganda deb bunday qilib dorilardan ichib bu nima endi bu spektaklmi bu? Postanovka bo'lyapti. Qarang, zo'rlangan bo'lsa zo'rlaganlar, zo'ravonlar qani, nima kameraga tushmagan. U zo'rlagan odamda kamera bor menda deyapti-da 2 oy oldin. Birontasini ko'rmadik hali. U magazindan olingan kameralar, koridorda kameralarni ko'rsatyapti. Politsiya bizga shuncha narsa tashab berdi. Hamma narsa bor. Bizda tayyor turinglar, biz o'sha aniq ko'rdik, bir narsani topgandi. Bittasi chiqib so'rasa, biz ularni bir saralab chiqishimiz kerak-da, montaj qilib qo'yamiz-da deydi. Qo'yvar, bugungina nima? Gapir bizga tushun, biz o'zimiz bilamiz, koreys tilini sandan yaxshi bilamiz. Bilmaganlar ham hozir 21-asr ChatGPTga tashlasa, o'zi tarjima qilib beryapti, tushuntirib beryapti. Qo'yib qo'y, hamma ko'rsin. Bo'pti, shuncha kutdi, xalq senga pul berdi, chiqar dedi, chiqaraman deding, o'zingni zapsing bor, mana bizda turibdi, zapsing bor. Biz kutyapti-ku. Qo'yib beraman, mana qo'yib beraman deding. Odamlar kutyapti-ku, nima? Birinchidan men ham tilimni ushlab qolishim kerak edi, men ham kutdim. Qaniydi shu, men ham tilimni ushlab qolay. Sen kechirim so'ramayapti, kechirim. Sen kechirim so'ratishga qo'yib qo'y. Men nohaq ekanman deb borib sendan kechirim so'rayman. Qaysidir qilgan ishimga? Nima qo'yib qo'ymayapsan? Nima hamma senga sen xohlaganingni yo'q narsalarni gapirib o'tirasan-u, lekin haqiqatni senga politsiya qo'lingga bersa, nima qo'yib qo'ya olmaysan? Senga savol, sen yo'q narsalar gapirib o'tirasan. Lekin haqiqatni senga davlat mana shu natijada beryapti. Nimaga odamlarga fol ochib gapirib o'tiribsan, haqiqat deb? Nimaga haqiqatni tars etib rasm qilib qo'yib qo'ymayapsan? Qolgan narsalar qo'yapsan-ku, hali chirrigan daraxt, yana bir teshik nima jon bir balolar qo'yapsan. Nimaga aynan kerakli narsani nima bitta sen uni tushunasan, sen bizga sharhlab berishing kerak. Biz o'zimiz tushunmaymiz bu narsani. Sensiz. Mana ertaga meni ustimdan yozibdi ekan, chizibdi ekan, lekin men aytib qo'yay. Men advokat bilan kirib, o'sha ustimga qo'yilayotgan qanaqadir ayb bo'lsa, kirib turib sug'urib olib chiqishga menda asos bo'ladi bu narsa. Agar o'zingga haq bo'lsang, to'g'ri bo'lsang, qo'yib qo'y, odamlar kim haq, kim nohaq tushunish olaveradi. Sen tushuntirib berishing shart emas. Yana bir oylar kutib, yangi yilda ham shu mavzuda gapirib o'tirish shart emas. Odamlar vaqtini olyapsan, xolos. Ana hozir bitta ayol aytdi-ku, sud ekspertizada haqiqatan ham shu ayol kuzatgan ekan, efirda burni haqida hech qanaqa gap so'z bo'lmadi, lekin burunni borku 2 oy sudlashdi bular. Shu ayolda zehniga qoyil, hech kim esiga kelmagan narsa esiga kelibdi. Haqiqatan ham sud ekspertizada burun haqida hech qanaqa so'z ketmagan, ya'ni urib sindirilgan, o'sha kuni sindirilgan.
tashqi bosim orqali mushuna sindirilgan deb bir javob ham yoki bir taxmin ham qilmagan. boshi ham urib yorilgan degan xulosani bermabdi. Bitta shu elektroshokerda jonlantirish, hayotga qaytarish nima harakatida, urinishida qovurg'alaridagi treshinani bergan xolos. Uni ham izohi bilan aytibdi. Shu reanimatsionniy holatda shunaqa birinchi tez tibbiy yordam berilganda apparat ta'siridan deb uni ham yozibdi. Lekin biz bunga ishonmaymiz. Biz ahmoq deb o'ylashyapti ular deb haligi o'zini yana safsatasini tiqishtirib yubordi Ashetga. Yana Qovurg'asi bitta narsani aytib qo'y, aytib qo'ylar. Alloh, Alloh deb folbinga yuguravermanglar. Qilib yubordilaring boru. Alloh, Alloh deydi, adolat deb Alloh, Alloh tilidan Alloh tushmaydi, lekin yugurib borib dardini aytayotgani folbin. Uyatishmaysanmi? Folbinning oldiga borib, mana uni sehr qilib bering, mana uni bolasini o'qib bering, mana uni bolasini o'qib bering, bolasidan tortsin, men tortgan kunda bu ham tortsin deb. Uyatishmaysanmi? Allohdan so'ra dardingni, folbindan so'rama. Ezvorishding borib folbinga yuguraverib. Folbin ham qolmadi, oxir folbinlar ham z bo'lib ketdi shekilli. Adolatni folbindan emas. Adolatchi davlat o'zi chiqarib berdi folbinlarsizdan. Adolatni folbindan izlashga nechi endi? Kerakli joyda dalili bilan ko'rsatib qo'yaman, senlarga qarab tur. Kerakli joyda. Adolatni folbindan izlama, sehr qilibchi, sen hech qanaqa adolat topolmaysan. Sehr qilib. Folbindan izlab adolatni. O'zingga uyering ne ekansan? Tarbiyangga uyering ne ekansan? Bilar ekansan, bor, qo'yib qo'y natijani. Folbinga yugurma. Bitta gap aytaman, senga yetib boradi. Nima bo'ldi o'sha folbining? Yana tilidan Alloh, Alloh deydi. Yugurgani folbini. Gapiringlar savoli borlar. Ozbek ham charchadi. Men gapirmoqchi edim, bekitib qo'ydilaring. Bular xullas Koreyada, butun dunyoda kim o'zini osib qo'ysa ham hech kim yordamga shoshilmaslikka, hech kim uzib yechib yugurmaslikka bular odamlar bezdirdi. Endi kim shunaqa holat bo'lsa ham hech kim yordam bermaydi. 90% bular bezdirib tashlashdi odamlarni. Ana yordam bergan ikkita bolani ham og'zidan qonini keltirib yuborishdi bular. Opa, Shular shunga sud xizmat qilishdi xolos ekspertizasi- 2 oy davomida. Sud ekspertizasi shunaqa hamma yo'q. Taxmin bo'lib ketganmi? Shunaqami? Shunaqa chiqadimi? Hamma Yo'q, yo'q, taxmin qilib Yo'q emas, yoki taxmin qilib beradi. Sudmet ekspertizasi mana man 5 ta o'lik chiqqan bizning xonadondan gazdan zaharlangan sudmet ekspertiza kelib o'pkasini yorib is gazdan zaharlanganligi U taxmin bachadon- degani Koreyada Hamma bitta so'z. Koreyada bitta so'z 3 ta xilda keladi. Ularga shunaqa tarjima qilib bergan. U taxmin bo'lmaydi hech qachon. taxmin bo'lmaydi, u aniq haqli bo'ladi. Yaxshilabcha koreys tilini biladigan o'qisin uni. Mendan Mana so'rasin, men o'qib beraman. O'sha kuni bo'g'izlangan bo'lsa, bo'g'izlangan barmoq izlari chiqadi. Urilgan bo'lsa, tepilgan bo'lsa, hamma narsa ezg'ilab tepib sindirilgan deb uni yozadi sudmet ekspertizada. Mana xo'jayini sudmet ekspert Xaricha Sulaymonovada ishlaydigan sudmet ekspertlarida ayollari bor bizning gruppada. O'shalar eri bilan qancha maslahatlashdi bu temada. Hech qanaqasiga unaqa u tahlil qilib bergan taxminda bo'lmaydi. Bizga original hujjatni nima qilsin, qo'yib bersin. Nimadan qo'rqishyapti, nimani yashirishyapti? O'zlariga minus bo'ladigan nima borki, o'shani shunday rasmga olib xalqqa taqdim qilmayapti. To'g'ri aytdingiz. Ko'rsataman deb qani ko'rsatmadilar, o'qib berishdi. Nafisa degan tarjimonga borgan ekan. Pressda videosi qo'yildi. Men shunaqa ayolmanki, menga o'sha sud ekspertiza berilsa, to'g'ri qizim o'zini osibdi deb men xalqdan chiqib kechirim so'raydigan ayolman deb. Qani o'sha harakat qani? O'sha sud ekspertizani ko'rsataman degan qani? O'sha Nafisa degan tarjimon ayol ham juda chiroyli tushuntiribdi. Qotil yo'q ekan.
Politsiya buni tasdiqlamadi. Qonun hujjatlar, sud ekspertiza, DNK, barmoq izlari, qon tahlillari, tashqi ta'sirdan qizingiz o'lmagan ekan. Endi nima qilaylik? Yo'q narsa ekan. Biz million xil chig'iriqdan o'tkazdik, qotil yo'q ekan. Telefonlar ekspertiza qilib boshqa yo'q desa ham haligi oxirida aytyapti Anora. Olinglar sud ekspertizani, olinglar sizlarda hamma shu yerda yozilgan desa, nima bilmayman, endi advokatimiz yaxshi ishlamayapti shekilli, sekin ishlayapti shekilli deyapti oxirida Anora. Ular nima qilishyapti? Shuncha advokatga xalq pul yig'ib berdi. Anu Supermen qahramoni Kapitan Amerika ko'rinmas plashida Koreyaga borib keldi. Nimani udda qildi u? Bizga unaqa farazlarini uqtirmasin xalqqa. Xalq ahmoq bas, mayli ahmoqlar ishonib ketaversin. Lekin agar sud ekspertiza tahlilida qotil bo'lsa yo tashqi tomondan bu zo'ravonlikka uchrab yo kaltaklab o'ldirilgan bo'lsa, kimdir hozir qamoqda o'tirgan bo'lar edi. Maftun opa, sud Birinchi ekspertizasi kasalxonaga sud ekspertizasi chiqqandan keyin uni aytmaslik tergov siri yo'q albatta. Bo'ldi, Yo'q. aytsam bo'ladi. Mana Agar tugamagan bo'lsa. Bo'ldi, mana o'ziga so'rab kerakli. olinglar, insonlar, so'ranglar. Bo'ldi, tergov siri tugadi, so'ranglar. Qaranglar, bu narsa borchu, bunaqa. Mana bu mana eng xavotirga qo'ygan narsa hozir Koreya ishni tugatib, bu yerda qotillik bo'lmaganini qo'liga hujjatni beradi. Hujjatni bergandan keyin mana atrofiga shuncha odamni to'plagan, barchasini yomon demayman, hammasi O'zbekiston fuqarosi, qo'shni davlatlardan aktivlari bo'lsin, qo'shni bovurlarimiz, hammasini birdek yaxshi ko'ramiz. Bu narsa shunaqa nimani anglatadiki, katta auditoriyani ushlab turib, bu onaxonni O'zbekistonga olib boradi, O'zbekiston prokuraturaga ana shubham bor deydi. Menga inkor, o'sha Koreya politsiyasi ko'zdan qochirgan inkor etib bo'lmas dalilni menga berma. Sani shu ishni ochib qaytadan yopib beraman deydi. Jinoyat bo'lsa, o'sha jinoyatchini qamoqqa tiqaman deb aytishi mumkin, lekin o'sha rasmiy davlat bergan qarorda O'zbekistonga olib borib topshirsa, ertaga O'zbekiston ham mana senga hamma yoqni bergan ekan, bu ish bo'yicha men bu ishni ochmayman desa, ertaga hech kim kafolat bermaydi. O'zbekiston ham zapmi qilyapti bu ishda, bu narsani ko'tarmayapman deb turib, insonlarga davlat yomon ko'rsatib qo'yishi meni xavotirga qo'yadi. Auditoriya katta boshida elchixonalargacha ular tuhmat qildi. Eng yomon narsa shu tomoni. Bu odamlarga mayli tuhmat qilib bular zerikmadi. Ertaga shuncha katta auditoriyani shu maqsad yo'lida foydalansa, bu narsa yaxshi emas. Ertaga shu tomoni bor.